I chose Mukhlisa as my cosmetologist, and I recommend everybody else to do the same and come to Uzbekistan and get your facials done by her. Nimaga aynan Mukhlisa? Yuzlarimni faqat Mukhlisa qila oldilar. Boshqa kosmetologlar uchunmadi. Amerikaga ko'p kosmetologlarga bordim, hech qaysi qilolmadi. O'shaning uchun qaytib keldim Mukhlisa opaga. Amerikada kosmetolog yo'qmi? Bor, lekin yaxshi qilish olmaydi yuzni. Ularga yaxshi ishonmadim. Yuzimga oldin plasma lifting qilib berganlar, yaxshi bo'lgan. Keyin ko'chib ketganimdan keyin buzildi yana yuzim. O'shaning uchun qaytib keldim. Endi aknega yana yangi narsa qilib beryaptilar. Fried ovqatlar bo'lsa, qovurilgan deyiladimi? Shunaqa ovqatlar ko'p yeyishadi. O'shaning uchun menimcha o'ylayman yuzimni. Mix qilib turaman, fast food, o'zbekcha ovqat ba'zida deb turaman. Cheeska qilib berdilar. O'shaning uchun hozir tozaroq ko'rinib turibdi. Bundan oldin o'jisida. Oyim bularni klientlari edilar. Keyin meni shogirdiga olgandilar. Undan keyin yuzimga qilib ko'rdilar protsedura, zo'r ishladi. O'shaning uchun qaytib keldim. Tozalikka e'tibor beradilar ko'p. Rezultatlari zo'r chiqadi. Faqat zo'r chiqadi.